Assalomu alaykum, aka-ukalar, salomatmisizlar? Akalar, Xudoy buyursa bizde Aravan rayonunun sentrinden, Borbordu sentrinden buyursa жаңы mostun janından 4-5 bölmeli kvartira satılып жатат. Qani çok görөбүз. Akalar, anan бул жерде жакшы жери, бул жерде очок канасы, бүт нерсе суусуз жакты экен. Бир биякты деле көрсөтүп өтөбүз азыр. Анан биякты деле бир көрсөтүп өтөйлү. Кандай болсо çok көрөбүз. Бисмилла. Biyakka kirganda, biyakda 2 komnata. Qani birgalikda ko'ramiz. Bismillah. Akalar. Xudo xolasa akalar, ko'rib turgan bu mebellar hammasi qoladi. Bu yerda zanveska, panveska, бүт narsa qoladi. Biyakka bismillah qani. Biyog'i spalni qo'yapti. Spalni mebellari hammasi qoladi. Bu yerdan tushganda bu tomonida ham ikkita xona. To plus podvalda ham chiroyli qilib o'zlariga sharoit qo'ygan. Qani bu yerni ko'raylik birinchi, qani bismillah. Mana rakovina, suv, boshqa narsadan problema yo'q bu yerda. Kanalizatsiyasi bor tashqarida o'zlariniki. Собственно, bu yerda ko'rib turgan mebellar ham hammasi qoladi. Bu yerda xolamiz o'ziga spalni qo'ygan ekan. Qani ko'ramiz. Keyin bu yerda zo'r tomoni, agar bu tomondan kirishni xuddi отдельный qilaman desangiz, podest tomondan, misol uchun o'g'lingiz uylaydigan bo'lsangiz, podest tomondan отдельный kelin-kuyov kiradigan joyni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Podestimiz eshigi ochiladi. Qani bu yerga ko'ramiz boshqa. Sirtqa chiqqanda G'ildiyda 2 komnata podval bor. Qani cho'g' ko'rib o'zbekcha. Bismillah. Buna bo'yi o'ta cho'ng, biik, deta 2 metrdan oshiqroq bor. Buna shunday qilib, o'zlarini layiqlashtirib, chaqan bölme qilishib olgan ekan. Anan bul jag'ында деле bir komnatасы бар ekan, biroq svet lampochkasi kuyib qolganini esebinен ko'rsata olmay qoldik. Anan sirtni ko'ramiz. Anan akalar sirtqa chiqqanda bu yoqdan bir komnatasi bor. Bu yoqda o'zingizning tapchan, son bo'lgan tapchan. Anan bu yoqda grand suv bor ekan. Suv chiqib turadi. Buna suvdan problema yo'q deydi. Chiqib o'tadi. Bor. Akalar buyursa bu uyimizning senasiga keldik, eng qiziq jeri. Qiziq jeri 6 million so'm az-moz kam bor. O'zinglar sotib bergile. Atak bizga xizmat bo'lsa, xizmatdamiz. Kelib turib o'zim bilan сөйлөшөм deganlarga adresni bildinglar. Kelib egasi bilan o'zinglar сөйлөшсөңөр bo'ladi. Yo'q, biz siz bilan dele сөйлөшүп bitirsak bo'ladi deganlarga bizim nomerleri жазып алгыла 0550 2028 28 13 номерine байланышсаңар болады. Qanday ушундай jeringer, участка или үлүш жер, ferma qanday өзүңөрдү менчик jeringer болсо, коркпой бизге связга чыксаңар болот. Буюрса, иншалла, чырайлуу кылып сатып, болсо арендага берчү жериңиз болсо, арендага бергенге шартты чырайлуу түзүп беришке аракет кылабыз. Assalomu alaykum.